Assalomu alaykum, aziz kitobxon do'stlarim. Men sizga bitta ertak aytib bermoqchiman. Odil podshoh. Qadim zamonda bir juda ham saxiy, saxovatli birovlarga mehribon, yetim yerimlarga yordam beradigan bir odil podshoh bo'lgan ekan. Bu podshoh bir payti o'zining hukmlari va yaxshiliklari insonlar o'rtasida qanday kechirishini bilmoqchi bo'libdi. Va u boshqa davlatdan kelganga o'xshab savdogarlik kiyimini kiyib bir ko'zga tashlanmaydigan kafega kiribdi. Va u yerda 3 ta yigit bo'lgan ekan. U yigitlardan so'rabdi: "Sizlarning podshohingiz qanday? Yaxshimi? U qanday kishi?" debdi. Lekin ular aytibdi: "U juda ham yaxshi, uning qarorlari bizga har doim yoqib kelgan. Bundan keyin ham yoqadi deb o'ylaymiz" deyishibdi. Va podshoh bu gaplarni eshitib xursand bo'lib ketibdi. Va u podshohingiz uning o'zimning huzuriga taklif qilganda qanday narsa berardingiz yoki nima taklif qilardingiz? Birinchi kishi aytibdi: "Men ularga temir tilla kema yasab berardim. U umuman cho'kmaydi" debdi. Ikkinchi kishi aytdi: "Men daraxt po'stidan ham qattiqroq va unga zirhli kiyim yasab berardim. Bun bilan u hammani ko'nglini olardi" debdi. Va undan keyin podshoh chiqib ketibdi va o'zining saroyiga boribdi-dagina shu ikki kishini chaqiribdi va ularga 40 uxlat beribdi. "Meni qanday qilib xursand qila olasiz?" debdi. Va 40 kun o'tganidan keyin faqat yana bir kishi kelibdi va unga tilla qayiq yasab kelganini ko'rsatibdi. Uning ustiga suvga qo'yishdi va uning ustiga qancha odam ketmasin, umuman u cho'kmabdi va uni anaqa taqdirlabdi: "U mening temirchim bo'ladi, eng bosh vazir, eng kuchli temirchim bo'ladi" debdi. Va oradan 20 kun o'tgach narigi kishi kelibdi va unda juda ham katta kiyim tikib kelgan ekan. Haqiqatan u daraxt po'stidan ham qattiq zirhli kiyim ekan. Keyin uni shoh kiyib ko'ribdi, loppa loyiq tushibdi va uni o'zining eng kuchli tikuvchisi deb saylabdi. Keyin ular yaxshi hayot kechirishibdi. Agar menga Vijdonli bola kitobidan aytib bergan hikoya manzur kelgan bo'lsa, do'stlik kutubxonasiga kelib o'qib ketishingiz mumkin.